Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va YouTube'imiz ishqibozlari, biznes qidirib yurgan aka-ukalarimizga va butun bizni kuzatayotgan esengi davlatlarga. Xudo xolasa 2026-yil uchun sizlarga ham serdaromad, ham sezoni o'lmaydigan bizneslardan xudo xolasa taqdim etamiz bugun. Bu nima deganlarga gazoblok ishlab chiqarish bizneslarimiz. Gazoblok, gipsoblok, polisteroblok, shlakablok xohlagan siz istagan qurilishga ketadigan materiallarni ishlab chiqarish uskunalarni yasab beruvchi xudo xolasa bugun ustamizni reklamasini olyapmiz nasib bo'lsa. Bunga ketadigan gazoblok, asosan bu yerda gazoblok stanoklarimiz bor. Eng minisidan boshlaydigan bo'lsak, eng minisi 6 talik qolipdan boshlanadi. 6 talik qolipdan 3 dona bo'ladi komplektatsiyasida. Bunimiz 4 tasi birda biznesimiz hisoblanadi. Ya'niki kasetalik qoliplarimizdan bo'ladi 6 talik. Yevro qolip, sharnirlar ham 3 tadan 6 ta qo'yilgan har bitta qolipimizga. Iplarga ahamiyat bermaymiz. Bu iplarning o'rniga rezbalar qo'yiladi albatta xudo xolasa. Endi komplektimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, komplektimizda 3 ta dona mana shunaqangi yevro qoliplarimizdan, bitta dona mishalkamiz 220-380 ga bemalol ishlaydigandan bo'ladi. Xo'p, 2 talik suv yomkis, ustiga shablon bochkamiz yana 2 dona tenta bilan birgalikda, korobka, nasos, xo'p, montajlari bilan birgalikda bo'ladi. Endi bu tanishtirib o'tgan narsamiz gazoblok uchun tanishtirib o'tgan narsalarimiz bo'ladi. Xuddi shu tanishtirib o'tgan narsamizga pena generator, kompressor, rastvorniy bochka, mikser qo'shiladi xudo xolasa. Unimizga ham gipsoblok quysa bo'ladigan uskunalarimiz qo'shiladi xudo xolasa. Xuddi shu qolipimizga ham gazoblok, ham gipsoblok, ham polisteroblok, ham haqiqiy pena blok quysa bo'ladigan qoliplarimizdan bo'ladi. Bu nima deydiganlaringizga xudo xolasa, polisteroblokdan ham shunga qo'yasiz, gipsoblokdan ham shunga qo'yasiz, haqiqiy pena blokdan ham shunga qo'yasiz, gazoblokdan ham shunga qo'yasiz. Xo'p, pena blok, gipsoblok, polisteroblokni quyganimizda mana bunaqangi kasetalarimiz joy-joyida turaveradi. Xo'p, gazoblok quyganimizda bu kasetalarimizni olib qo'yib quyib bo'lganimizdan keyin ichiga solishni boshlaymiz kasetalarimizni. Gazobloklarimiz tayyor kesilgan holatda chiqadi. Hop, ikkitasi, uchtasi birda degan komplektimiz $1,500 hisoblanadi. Hop, o'shanga pena generator, kompressor, mikser, rastvorniy bochka qo'shiladi. $1,500. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavkasi ichida. $1,200 ga gazoblok holatdagi uskunamiz butun O'zbekiston bo'ylab dostavkasi ichida. Ustanovkalari Perivaldan u yog'iga, ya'ni Vodiy Perivaldan u yog'iga kelishilgan narxlarda bo'ladi. $1,200 ga Vodiy bo'ylab ham dostavka ham ustanovkasi ichida, $1,500 ga uchtasi birda dostavkasi, ustanovkasi ichida bo'ladi mana shu narx ichida. Endi bundan keyin tanishtirib o'tadigan eng minilashgan variantimiz bu bo'ladigan bo'lsa, minilashgandan sal kattaroq bo'ladigan variantlarimiz bulardan boshlanadi. 12 talik qoliplarimiz. Ham relsga moslashgan, ham yerga moslashgan qoliplarimizdan bo'ladi. Bularimiz komplektimizda 2 dona shunaqangi qoliplar, ham relsga, ham yerga moslashilgan. Xo'p, suv yomkisimiz, shablonli bochkamiz bitta, 1 tonnalik bochkamiz bitta bo'ladi. Bunga ham xuddi aytib o'tganimizdek 4 ta ten nasos korobka holatda montajlar bilan birgalikda bo'ladi. Bunga endi ichida kasetasini yo'qligini hisobiga mana bunaqangi universalniy shablonlarimiz ham qo'shilgan holatda bo'ladi. Universalniy shablon deganda 10 lik razmerda xohlasangiz, 20 lik xohlasangiz, 30 lik razmerlarga kesishingiz mumkin. Bunaqangi arralari bo'ladi. Hozir bunga arralarimizga troslar qo'shib beramiz, xudo xolasa. Kesishga tayyor qilib. Bunimizning narxi $1,500. Dostavkasi butun O'zbekiston bo'ylab ichida. Xo'p, ustanovkasi Vodiy bo'ylab ichida. Dostavka ustanovkasi Perivaldan u yog'iga, ya'niki Vodiy Perivaldan u yog'iga dostavka ustanovka ham birgalikda qilinadigan bo'lsa, ustanovkalari kelishilgan holda bo'ladi. Bunimizning narxi $1,500 dan boshlanadi. $1,400 lik variantlarimiz ham bor mana bunaqangi. Ko'rinishlari mana bir xil turibdi. Qoliplarimiz ham faqatgina qolip materiallarda farq qiladi. Endi buni kesangiz ustida tushuntirib mana bunaqangi variantlardan bo'ladi deb ko'rsatamiz. Buni mishalkasi mana bunaqangi kattaroq mishalkadan bo'ladi. Bu ham 220-380 ga bemalol ishlaveradigan mana bunaqangi yangi motorlardan bo'ladi. Endi pol avtomat liniyalarimiz bor. Pol avtomat liniyamizga 10 ta dona xuddi mana shunaqangi relsli qolipimizdan qo'shiladi. Suv yomkislarimiz 2 tonnalik, xuddi shu shablon bochkamiz 4 ta ten, 380, 220 desa, qaysi biriga desam o'sha
tokka moslab olib borib beramiz tentlarimizni. Bitta avtomatning reskamiz bo'ladi. Avtomatning reskamiz ham ikki xil turi bor. Bitta vallik ham 4 ta vallik turi bor. Bitta valligimiz sal arzonroq chiqadi, 4 ta valligimiz sal qimmatroq chiqadi avtomatning reskalarimiz. Avtomatning reskalarimiz ham aytilishda 4 xil razmer bor, lekin 7 xil razmerda bemalol kessangiz bo'laveradi. 12, 10, 15, 20, 24, 30 xohlagan razmerda kessangiz bo'laveradi. Endi mana bunaqangi lentalar 50% tayyor holatda. Buni shneklari ham yasaladi xudo xolasa. Endi zakasimiz bor unga ham. Bu lenta, shnek, hop, silyos yonkus, sement yonkus, ya'niki 50 tonnalik deysizmi, 40 tonnalik deysizmi, 100 tonnalik deysizmi, qaysi biridan nechta tonnaligidan kerak bo'ladigan bo'lsa, doговорga qarab kelishilgan hollarda xudo xolasa o'zlari bunaqa komplektimiz polniy avtomatning komplektimiz bo'ladi. Bitta knopkada ishlaydigan bo'ladi. Hamma yoq knopkada boshqariladi. Shuni hisobiga polniy avtomat deyiladi. Buni qoliplariga, hop, nimalar qo'shtirishingizga qarab narxlarni kelishamiz xudo xolasa. Buni bitta narxdan mana shu narxda deb ushlab bo'lmaydi. Sizga qaysi tomoni ma'qul keladigan bo'lsa, o'sha narxdan kelishilgan hollarda qilib beramiz. Endi gazoblok, hop, tepasiga chiqib ishib chiqayotgan qolipdan ishib chiqayotgan mahsulotlarni nima qilamiz? Ya'ni musor ko'payib ketyapti degan insonlarimiz uchun gazoblok без отходный biznes. Xudo xolasa mana bunaqangi pressg'ich chiqaradigan stanokchalarimiz ham bor. Bu ruchnoy stanokchamiz. Buni tokka ishlaydigan, ya'ni domkratdan ishlaydigan variantlari ham bor. Uni ham qilib beramiz xudo xolasa. Bundan 2 dona 9 sm, 12 sm, 25 sm-lik g'ishimizdan 2 dona g'ish chiqadi. Bu ruchnoy variantimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, endi ekrandagi nomerlarimizni ham yozib qo'yamiz. Og'zaki aytib o'tadigan bo'lsak, 93 kodi bilan 705 45 84, 93 kodi bilan 750 63 63, 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha maslahat ham beramiz. Stanok kerak bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib olib borib ustanovka qilib beramiz. Mana shu kanalga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'ysangiz, xudo xolasa ustanovka jarayonlarini ham keyin yoritib video qilib boramiz. Qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, xuddi o'shandan olib borib sizga ham xudo xolasa o'rnatib ishlatib beramiz. Hamma bilan ko'rganda ko'rishguncha.